Qo'shni. Voy qo'shni, qarab oling. Ha, assalomu alaykum. Tinchlikmi aka? Yaxshimisiz? Keling. Yo, rahmat. Adamlar mazara bunga shuni qarab oling, iltimos. Doktor chaqirmadingizmi? Doktordan qaytarib olish, mana hozir ishdan qaytib o'tdim, bilmayman nima gapligini. Iltimos, Hozir chiqaring. Xo'p, bo'ladi, xo'p. Keling, qo'shni keling. Ha, bu yoqda kiravering. O'zingizchi. Tushunmayman bunaqa narsalarga. To'g'ri qo'rqaman. O'zingiz kiring, iltimos. Amallab chiqing, iltimos. Nima bo'ldi, qo'shni? Sabrli bo'ling. Alloh sabr bersin. Otangizni berib qo'ydik. Alloh rahmat qilsin. Alloh rahmat qilsin. Axir bo'lmabdi-da, meni kutibdilar-da. Alloh sabr bersin. Endi keling, bo'lar ish bo'ldi. Hammamiz qaytamiz. Kiyimlarni yechib, jag'larni boylab qo'yamiz. Ichkariga kiring. Yo'q, qo'shni meni qiynamay, qo'rqaman men, to'g'risi. O'likdan qo'rqaman men, teng bo'ling o'likdan. Siz otangizni-yu, kiring. Yo'q, shunaqa, lekin qo'rqaman men, to'g'risi. Boshimdan o'tmagan bunaqa narsa. Iltimos, o'zingiz amal bering. Qo'shni, jon qo'shni, iltimos. Hammasini qilib bo'ldim, qo'shni. Endi domlaga xabar bering. Yo'lovchini chaqirasizlar. Ertaga janoza namozini aniq qilsanglar men chiqaman. Yechintirib, jag'larni boylab qo'ydim, men ketdim. Nima? Jag'larni boyladingizmi? Ha, Bir og'iz yetmabsiz boylashdan oldin. Bilasizmi qancha jag'larda tillalari bor? Endi qo'shni, aka-ukalarim bor bilasiz. Ular kelib xabar olib bilmasdan turib, menga shu tillalarni qoqib bering, iltimos. Mana xizmat haqqingiz. nima? Nima deyapsan, badbaxt? Bugun 7 qavat yerni kovlasang topilmaydigan tillangdan ayrilding. Badbaxt, otangni tilla tishi ko'rindimi? Tog'larni tolqon qilsang topilmaydigan tillangdan, javohiringdan ayrilding. Otangni tilla tishi ko'rindimi? Bugun seni uyingda jannat darvozasi bekildi. Otangni tilla tishi ko'rindimi senga, badbaxt? Otangni kiyimini yechishga qo'rqqan, tilla tishini qoqib bering deyishga qo'rqmadingmi, badbaxt? Tilla tishini-ya, suv sanday insonga Alloh jazoingni bersin. Farzandingdan qaytsin.